بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة، له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bugünkü dersimizin teması Uhud, Medine'ye yakın joydagi tog'ning ismi. Rasululloh bir qatim safardan kelib o'tib, Medine'ga yaqinlashgan chog'da Uhudda ko'ringan chog'da "Hada jabalun yuhibbuna va nuhibbuhu" degan. Bu tog' bizni yaxshi ko'rdi, bizmi bu tog'ni yaxshi ko'ramiz. Fi sanati thaniyati ba'da al-hijra, hijrat qilib 2-yilda "Was-sira'u qa'imun baynal kufri wal iman." Iymon bilan kufr o'rtasida kurash davomlashayotgan chog'da G'uliba kuffaru Qurayshin va raja'a kulluhum ila Makka. Quraysh kafirlari mag'lub qilinib, ularningki qalduqlari, masalan bir qo'shin qattiq mag'lubiyatga uchragan bo'lsa, bu terpiran qilinib ketadi. Terpiran qilinib qolgan chog'da shu qalduq lashkarlarini fulul deymiz. Shularning paqshi bo'lgan askarlari mesela öldüğünü öler, esir uçup, tağlanması kaçıp bir yerbe yüzünü bize panalandırıyor. Aşında bir yerbe nukumundan hasta tepşip, hasta kaçayla edip mağaranın özünü diyar. Demek ularına yanılıp, parça olan askerlere Mekke'ye kayıtıştı. Mezmumen medhura. Mezmum degen yaman körelgen, eyiplengen halette. Yani o parça olan iken bütün halkı lanet okuydu onunla. Medhura degan qo'g'langan holatda. Mushu ibora Qur'on Karimning iqtibos qilingan. Mazmuman madhura. Ba'dan huzimu yawm Badr. Badr g'azotida yengilgandan keyin ashunda qaytishdi deydi. Badrda yengilib, faqutila minhum man qutil. Ulardan o'ltirilganlar o'ltirildi va usira minhum man usir. Asirga olinganlar asirga olindi. Ularning cho'ng kattalardan 70'i öldürülgen, 70'i esir uçuşken. Bu cıksan. Fehada Süfyan ibn Harb, Ebu Süfyan bu, Ebu Süfyan ibn Harb. Ma Ebu diyen söz çıkarttı. Ebu Süfyan ibn Harb zaimuhum yaudul khayzaliyye bihizbi şeytan. Mana bu ularning rahbarlarining birisi Ebu Süfyan ibn Harb yaudul khayzali diyen egilashgan holatda degan. Butun so'rgan holatda degan. Yarda olganda erib charchab urushdan shunda paxsholab mangandikan shunda mangandilar. Bihizbi şeytanning partiyasi bilan guruhi bilan shunda qaytdi. Ya'ni Makka mushriklarning qo'shinini hizbi shayton deb. Ularga hizbi shayton va qulubuhum tasla naran va tattaqidu uwara. Ularning dillari o't chishirib kuyayotgandek. Va tattaqidu uwara. Ay lavildab kuygan o'tda o'rtinayotgan holatda. Tattaq degan o'rtinish yoki unda yenishgandek. Uvar degan lavda kuyga o'tning ashu nimasi bizning nimamizni kuydirdigan qiziq tapti. Yalqullari. Mimma asabahum yawma nasarallohul muslimina bi Badr. Alloh taolo Badrda musulmonlarga nusrat bergan ash kundagi beshirkagan falokatning dastidan yuzirga qanzarda qilib ketganlar. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريم في صحابته. من bu Allah'ın peygamberi aş isil Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinin arasında. Yakbalu fida'al asra. Esirlerge tülem kabul kılıvatıdı dedi. Ve yeteraffaku bida'ifim. Ularının bek acizleri olup kalsa onunla mehri şefkat kılıp iltifat gösterdi. Ve yemunnu ala fakirihim. Ularının fakirlerge inam tatlı kılıvatıdı. Yamunlu degan iltifat ko'rsatdi, in'am qildi. Yani to'lam olmay qachib qo'yayotganligini bildirdi. Fa imma mannan ba'du va imma fida'an hatta tadal harbu awzaraha. Manni degan asrni to'lam olmaydan qo'yib o'tishmishadi. Asli manni degan iltifot qilish. Va min bayna haula Abu Azza al-Jumahi. Sizga azzama? Abu Azza dama. Abu'ni tashlab qo'ydi. Aşıların içinde Abu Azzal Cumahi degan kafir battı dedi. Yaqulu ya Resulullah, ey Resulullah, inni faqirun, man yo'qsil adam va du'yal, balarim bor va hajatman adam. Yani bu hajat demakchi, qad araftaha. O'zlarim buni billah, Rasulullah Makkaga qo'ygan ekan, buni Makkadan da tunaydi buni.
Yani bunun karşısında ayrılır da 2 yıl oldu denge. Özlerim o bunu billah. Fannun aleyye. Şu an bana iltifat kıyan bozlar. Ben de tülem olmayla koyarken bozlar demekçi. Ve yafidu keremur Resulü sallallahu aleyhi ve sellem feyemun aleyh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in isimlikке sahavete eşitleşip, yani sekılıp tutup, şunlar ona tülem olmayla koyuyordu doğan. Feyemun aleyh diyen tülem olmayla koyuyordu doğan. Ve yu'tihi mimma afa Allah. Yani taka Resulullah'ın kolunu düşken olca ganimetlerden işte berip taka. Bunda yol oldu. İstemarat Kureyş'un seneten tu'iddu silahaha. Ta'uddu diyen sanaydı diyen mi? Tu'iddu diyen tayarlaydı. Tu'iddu silahaha. Ya kendi kuralları aklında sana 200 karış attı. Manşı neyzulattı da başında sana tayarlı kılattı diyen mi olsun mümkün? Ve tuallibu adidaha. Yani onlarını nurgan sallık askerlerine toplatıdı dedi. Yani sallık asker toplatıdı demekçi. 500 oldu, 1000 oldu, 2000 oldu dedi. Başında tayarlık kılıyor demekçi. Hatta izâ kânet es-senete s-sâlisatu ba'del hicra. Hicretten 3. yıl boğanken 1 yıl tayarlık kıptı bula. Meşe Abdullah ibn Rabi'a. Abdullah ibn Rabi'a ve İkremimma ibn Abi Cehl ve Safvan ibn Ubeyye. Muşu Kureyş'in çoğunları Kureyş'ten terk tapan bir grup kişiler bilen billah. Şunda bir dolkun kozguda mağdur demekçe. Uruş tayarlıkla çağırıp çıktı dedi. Mimmen usibe âbâuhum ve ebnâuhum ve ihvânuhum yevme Bedir. Hangi kişilerin topladığı ise ata-analары, oğul farzandları ve büyükleri Bedir gazasında öldürülgen kişilerden bir grupunu elip çıkıp aşırılan o uruş tayarlık kılsanlar biz üçümüzün atak olup deyip Kureyş'ine şununa çağırışka çıktı. Yuharridunahum alal qital. Kureyş'ine uruş kılışka kızıktırıp çıktı. Vel akhzi bit-ta'ri. İntikam ediş, öçelişka. Sa'ir degen intikam. Feyunaduna şun nimde çağırıptı. Ya ma'aşara Kureyş. Ey Kureyş cemaası. İnne Muhammeden kad vetirakum. Muhammed sizlerine muşunda azizleranlardan ayırıp yalğız koyup koydu. Yaki sizlerine tükeştirip etti deyin. Vetira degen adaklı etti. Velen yetirakum a'malakum. Sure Muhammed ma? Yani kemeydi etmeydi deyin. Velen yetirakum a'malakum. Emellerini kemeydi etmeydi o. Hazır mı ayette bir şeyden boğsanız sen vetirakum degeni bir şeyden ikisini kemayetip bizine kaldırıp koydu. Ya ikisini kaldırıp koydu bizine ötüretti degen manada. İnne Muhammeden kad vetirakum ve katala khiyarakum. Sizin en yaxşılarını ötüretti. Fe'a'inuna bihadal mal. Şuna muşu mal mülkünler bilen bizge yardım kılınlar. Ala harbihi onun olan uruşta. Feleallena nudriku minhu se'rana bimen asaba minna. Bizden ötüretken kişilerinin karşılıkında ondan biz üçümüzne artık acep emez. Nudriku minhu degen aşağıdan üçümüzne alsak demekçe. Bimen asaba minna. Bizden ötüretken kişilerinin karşılıkında şunu karıta üçümüzne alsak mı? Şunu olsa sorama. Ötekif kalmışsın. Yedubbu hâden nidâ'u fî âzânil kavm. Muşu çağırarak şu Kureyş, kol diyen Kureyş azı. Kureyş'ninki kuluğa asla kirişki başladı dedi. Yedubbu diyen ömürlük mağdı diyen bu. Ve mâ min dâbbetin fil ardi illa alallahi rizquha. Dabbe diyen de ömürlük mağdığın nasi. Feyetebârûne fî haşdil cunud. Haş diyen toplaş. Asker toplaşta bu hemmesi bas-basta çepişip gitti dedi. Yetebara diyen baslish hemmesi tan kol tutuşkılı isteyen manda. Ve bezlil amwal. Mal mülkni sarf kılışta bas-basta sarf kılıştan bulup gitti. فهذا جبير بن مطعم يقول لغلامه. Bu Cübeyr ibn Mut'im mesela özünün malıga, puluga deydi. İn qatalta Hamza amma Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'ninki tağısı Hamza'nı öttersen, seninki nima ayıqda? Qatila Bedrin depti ya da bi'ammi deyse. Bi'ammi degan so'z chiqib qopti. Buxoriyda kelganida shunda kelgan. Bi'ammi Sahih Buxoriyda. Qatila Bedr degan Bedrda o'ltirilgan ashunun tag'amning uchiga Muhammadninki tag'isini o'tirib bersan demakchi. Fa anta taliq. Sallallahu alayhi vasallamdan kelgan bi'ammi deysan. Bedel Hamza şunun muqabiliga demakchi. Bedirda o'ltirilgan tag'amning bediliga Muhammadninki tag'isi Hamzani o'tirib bersan, sen hur, azobli o'tmadi.
Bu Mut'im, Jubayrning dadasi Mut'im, ash Rasulullahga qarshi nima qilgan chaqda Mut'im ibn Ali Rasulullahga qarshi Makkaliklar sahifada kirishini qilib qasam ichib qasamnomini Ka'baning ichiga qo'yib qo'ygan chaqda bu shu Jubayrning dadasi Mut'im shu beka qilayotgan. Demak, shu Badr g'azotida o'ltirilgan tag'amning qisasi uchun Muhammadninki tag'isi Hamzani o'tirib qo'ysang, sen azat qilayotmassan deb. Ya'ni kimga deydi buni? Vahshiyga deydi. Ve hada gayruhu min tugatil qavm. Mana yana birisi Makka mushriklarının adadda aşqallarının biri deydi. Yuqaddimuna amwalahum ve abidahum ve itadahum liliqa'i hadal yawmil azim. Özlerinin mal mülki, kul, malayları, kural yarakları ve başka saymanlar, arva, at, ular diyendek müşnanaslını muşu kundaki uçurishqa taqdim qilishi doğru edi. Atad degan qurol yaroq urushda lozim bo'lgan saymonlar. Innallazina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Kafir bo'lganlar haqiqatan mol-mulklarini Allohning yo'lidan to'sash uchun sarf qilishidi. Fatayunfiqunaha. Ular shunda xajlashidi, lekin natijada thumma takunu alayhim hasra. Undan bu xajganliklari ular uchun hasrat nadomat bo'ladi. ثم يغلبون عندهم مغلوب قلن كده والذين كفروا إلى جهنم يحشرون كافروا الله جهنم جاء تبطن دورين حشر يوم تبطش فحشر فنادى وبهذا وعدهم الله الله تعالى أزر أش مكة مشرك لرجع مشندا تهديد صلدار بعد دقيقة من ده ينلسس كين آخر تنزل شمايدو dedi. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا Allah'dan da gap sözde Resulü birisi var mı? Yok. وَلَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ وَعَدَهُ Mana Allah Teala müşvadiste hakikaten Resulullah yani aşını vücut kıskadı demek. وَنَصَرَ جُنْدَهُ Özünün koşunluğa nusret verdi. يَوْمَ الْفَتْحِ الْعَظِيمِ Aşı katta fethi günü kaç gün? يَوْمَ فَتْحِ Mekke. İctimat Kureyş'un liharbi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakuduha Ebu Süfyan. Kureyş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilan urush uchun jam bo'ldi. Abu Süfyan bununla qo'mondonlik qildi. Ve ma'ahum jam'un min Kinanata ve ahli Tihama. Ular bilan birga Kinana qabilasidan Tihamliklardan bir guruh qo'shin bor edi. Atrofga o'ziga yaqin ittifoqdosh qabilalardanmi askar to'pladi. وَنْبَثَّ شَيَاطِينُهُمْ Ularning shaytonlari, yamanlari yunaffirunal muqatilina li hizbillah. Harbillah desek bo'ldi. Allohning partiyasi bilan urushadiganlarni jangga qo'zg'ab, jangga chiqarmoqda deydi. Ularning shaytonlari, ya'ni yamanlari. Inbatha degan hammaga tarilib, yeyilib, chechilib degan bu. Haba'an munbatha. Chang tuzog'ini da chasam bunda taraf ketdi. Munbatha degan. Yunaffiru degan jangga chaqirib, tashviq qilib, qo'zg'ab chiqadi degan bo'ldi. Bu hadisda tunfirtum fanfiru ya'ni yordamga chaqirsanglar, yordamga chiqinglar degan. Nafratlantirish ham bo'ldi. Shu nafratlantirish bo'lgan chaqda undan anglar urishgan gap. Jangga Allah bu bilimunda o'sal bunning hadisini bermasak, bizni shunda qirib o'tgan deb ashuldan nafratlantirib qo'zg'aydi. Yani tiyirden aslında nefretlendiriş diye mezmun bağlı şunda. Fahada Safvan ibn Umayya, manava Safvan ibn Umayya yukbidu ala Ebi Azze. Bayatın Ebi Azze var. Ebu Azze el-Cumahi. Bu Ebu Azze'nin kaçı kilep Talik Bedir. Bedir gazeti da Resulullah bununla tülem ummaylam bıraktımayla kuvvet kenti. İltifat kıyarız ama şunun kaçı kilep فيقول يا أبا عزة أبو عزة إنك امرؤ شاعر سامر شاعر أدم فأعنا بلسانك شو bizga mush tiling orqali yordam bersan she'r qo'shaq aytib mush urushga kuch kiritib yordam bersan tashviqot qilib bersan demoqchi faxruj mana shu biz bilan birga chiqib bunda she'r qo'shaq aytib qilib bersan bo'ldi ya'ni bizning ma'naviyatimizni ko'tarib xizmat qilsan bo'ldi فيرد أبو عزة قالا شونا أبو عزة ونغا بندا جواب قلده إن محمدا قد من علي محمد ما إثبات قلب سلام سلام من قوته فلا أريد أن أظاهر عليه شونا من ونغا قارشة كتش قرشة خالمايمان ونغا قارشة همدم بولشة خالمايمان شونا ونغا قارشة من باشقلا أولا همدم لشب نمقلشة خالمايمان ياردم برشة خالمايمان
Fayaqul Safvan şuna bu Safvan şunda çaplış oltundan qımdı. Bizden birle çıksandı. Fa'inda bi nafsik. Unda olsa sen özün uruş çıkıp bizge yardım qil. Sen özün çıkıp urushib berganimsa, she'r qo'shib aytib bermasa. Falaka alayya in raja'ta demakcha, sen qaytib kelsan, salomat qaytib kelsan, an ugnika. Qaytib kelganimizda men va'da beraman, seni bütün ehtiyojingni qamdayman. Ugnika degan bayqilib o'tman. Sen bayqilib o'tman. Ve in usibta agar ular ketib qolsang an ajala banatika ma banati. Sening qizlaringni va o'zimning qizlaridan birga qo'shib boqaman, xotirjam bo'l. Ve yusibuhunna ma asabahunna min usrin ve yusrin. Mening qiz balchaqalarimga qanda bayashat qo'lamdo yoki xatli qo'lam nim bo'lsa, sening qizlaringga o'xshash bo'ladi. Mening qizim qanday kun ko'rsa, sening qizing shunday kun ko'rdi. O'zimni qizdek boqaman, xotirjam bo'ldim. Bu adam cengi çıkıdı. Bu azda aslında va'dini berib ketgandan keyin bu Safvan axiri cengi çıkıdı. Çıkıp muşu jangda hech kim asir düşmay. Abu azda asir düşürdü. Müşriklardan aşılan asir düşgandan keyin yani mana bu iltifot qilgan bo'lsalar, qo'yib bergan bo'lsalar desa, Rasululloh ya endi qo'yib berishga bo'lmaydi. Bir qatim qo'yib berdim. Sen va'dangni tutmay, sen qarshi urushmayman deb va'da bergandan keyin qo'yib berganman. Va'dangni tutmay, qayta urush kelding. Shuna men Muhammadni ikki qatim gullatdim, oldiratdim deb bunda qo'yib yurishingga ruxsat qilmayman deb o'tirtinglar deb o'tirdi. Musulmon bir kamaldan ikki qatim chaqilmaydi degan nima bor? Xaraja kibaru Qurayshin ve ma'ahum nisa'hum. Qurayshning kattalari, cho'nglari jangga chiqdi deydi. Ayollarga xotun balchaqlarni ilib mangdi jangga. Endi bu ayollar ilib mangsa, buni qattiq jang qilamiz deb bundan o'qisa yoki o'zi beklamamda qattiq ishonch so'rab qolsa ilib mangdi. Yengilmaymiz, mumkin emas. Cho'qim dushmanni qirib xotun balchaqlarimiz xotirjam qaytalaydi desa yoki biz qattiq urushmasak bo'lmaydi. Shu qattiq urushimiz uchun bu xotun balchaqlarimiz aqimiz bo'lsa, biz jang jahlimizni ashuni qo'daymiz deb yoki ashuni ko'rib turgan ahvolda o'zimizning qarmonligini ko'rsatib qattiq urushmaymiz deb ayolni bunda ilib mangan. Fahadi Hind bint Utba, mana ma Utbaning qizi Hind, Abu Sufyanning ayoli, zawja Abu Sufyan, ihtashadat fi nisa'in min ashraf Quraysh tuhammisul jaysh. İhtashadat bilan to'plandi. Qurayshning eng isil ayollaridan bir guruh ayollardan to'planib, qanday qildi tuhammisul jaysh, lashkarning qizg'inligini o'stirib, ruhiy ma'naviyatini ko'tarib endi tashviq qilib dedi. Har xil faoliyatlarni qilib, she'r qo'shib o'qimdo, dabchalamdo, binas qilib. Qiziq turib, shu hamatamizga va hum yakhubbuna fi sayrihim va yud'una. Yakhub degan ildan ma'noyimi? Tiz ma'no. Xabab. Yud'un degan tugisini sukulditib, chaptirib degandek. Awda'a degan, masalan, awda'al ba'ira desa, tugini awda'a desa, tugini da sukulditib chaptirgan. Hatta tastaqirra rihaluhum bi jabal Uhud. Taki ularning uloqlari Uhud tog'iga berib joylashgan qadar nati chaptirib mangdi demakchi. Aldirab chaptirib mangdi. Muqobilil Madina, Madinaninki udulidiki, Madina qarab turgan Uhud tog'ining qashig'iga tushganga qadar nati chiqib mangdi. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريم في جمع من صحابته. Mana bu isil payg'ambar Allohning elchisi Muhammad sallallohu alayhi vasallam bir guruh sahobalar bilan birga to'plashib yushaviruhum fil amr. Mush ish ustida kengash elib bormoqda. Wa shaviruhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah wa amruhum shura baynahum wa yujilu ma'ahum qidah ar-ra'y. Qidah degan qidahning ko'pligi. Qidah degan nima desanglar, bu yağ qo'yib, o'qimni tayoqimda. Shu tayoqdan unda uchini ushlab, nimaga to'medin biz bekitdi. Ana biz bekitmagan chog'dagi cho'kadak bir nimamdi, tayoq. Bu masalada qal o'qlari deydi-ku. Va yastaqimuna bil azlam. Sonda cho'kada bir bola cho'kib olsa, unda tanglaydi-ku, bizdan so'rib oladi atrofga. Shunga o'xshashanda mushu hammalardan rayni elayotgan bir-birlar rayni elayotgandek shuni aylantiryotdi demakchi. Yujil degan aylantirdi. Shuni javla deymiz biz. Tajavvala, aylandi, cho'gildi. Shunga javval deymiz-ku. Asodarbistonda yanfunni javval deydi. Adam nayman shuni bilan aylantirgan telefon degan. Yani cho'gilib yuradigan telefon degan ma'noda. Mahmud degan ko'tarib yuradigan telefon. Javval degan cho'giladigan telefon.
Ve aşulağa ray eliş oklarını yoki cho'kalarini bunda aylantirib chiqadi. Hammalarning ko'z qarshini oladi demoqchi, maslahatini oladi demoqchi. İz yaqul shu chaqda ayni maslahat olib bunda deydi. Fa in ra'aytum an tuqimu bil madinati wa tad'uhum haythu nazalu. Agar sizlar Madinada turaveraylar, ular o'sha tushgan yerda o'sha turaversin. Hujum qilib kelsa, o'sha taqobil turamiz, bo'lmasa oldiga chiqmaydi deb bunda qarab qolsanglar. Fain aqamu bi sharri maqam. Agar ular aşa turaversa, nachar bir o'rinda turgan bo'ldi, yoki shu shamolliq o'rin bo'lishi mumkin, yoki suv yo'q o'rin bo'lishi mumkin. Yani ular qizinib qoladi, bunda turaversa, uzun turolmaydi demoqchi. Va inhum dakhalu alayna, agar Madinaga bosib kirib qolsa, Madinada istehkom qilib o'zini qo'g'dab turaylar. Madinaga kirib qolsa, qatalnahum, Madina ichida biz ularni taqobil turaylar, mudofaa qillar. Deb ashuna maslahat qopdi. Qanday qaraysizlar? Yani biz Madinadan chiqmay, Madinada bekinib mudofaa ko'raylar deb turasiz. Fayantalq Abdullah ibn Ubay ibn Salul muhabbitan ra'i Rasulullah sallallohu alayhi vasallam. Şonlar Abdullah ibn Ubay ibn Salul bu munafiqning beshi. Bu başı maslahat saldigan çoğunlar qatarida. Bu Rasulullahning shu ko'z qarashini nayt ubdan qarash oldi debdi. Muhabbir degan, ya'ni shu habbaga deymiz-ku, unga yaxshi ubdan bo'ldi degan. Nayt ubdan deb baholdi. Da'iyan ila al-akhdh bima yarahu. Rasulullah nim degan bo'lsa shuni Allah deb shuni tashviq qildi bu. Munafiqlarning beshi. İlla nafaran mimman habbaballahu ilayhim al-istishhad fi sabilihi. Lekin Allah'ın yolunda şehit olashni Allah ularga yaxshi ko'rsatgan bunda ba'zi kishilar shahodatga amroq qilib o'tgan Alloh taololarni. Endi ba'zi kishilar debdi, ya qani qiziq odamlar deylar. Qal ya Rasululloh, ey Rasululloh, ukhruj bina ila a'daina, bizni boshlab dushmanning oldiga chiqsizlar, jangish qilibmiz. La yarawna anna jabanna anhum wa da'ufna. Ular bizni qo'rqib qoldi, ojiz kelib qoldi deb bunda qarab qolmasin. Bizni qo'rqgan joyga ojiz ekan deb qolmasin bular. Bizni boshlab chiqsa urushaylar deb turadi. Jabanna anhum degan biz ulardan qo'rqib qoldik, ularga ojiz keldik deb bunda shaklda o'ylab qolmasin deb turibdi. Fayaruddu da'vatahum Abdullah ibn Ubay. Sonra ularning bu urush tashabbusini Abdullah ibn Ubay rad qilib, ya Rasulullah, menda bir qil ekan, ya'ni an degani menda deb demoqchimishadi. Menda deb rad qil dedi. Ubay ya Rasulullah, akin bil Madina, Madinada turasizlar. Va la takhruj ilayhim, oldiga chiqmaslar dushmandan. Fa vallahi ma kharajna minha ila aduwwin lana qat illa asaba minna. Biz mush Madinadan, bizning tariximizda Madinadan qanday bir dushmanning oldiga sirtqi chiqib qolsak, biz cho'qim yengilib kirgan. Wala daqalaha alayna illa asabna minhu. Qanday bir dushman Madinaga bostirib kirib qolsa, biz Madinaning ishi taqobil tursak, ko'chalarni nimalarni bilgan ekan, biz yengan ularni. Shunga biz mush Madinada istekam qilib tursak, ular hujum qilib qolsa, Madinaning ichida adiblarimiz bo'lmasa, hech qanday ziyon yo'q, ya'ni qaytib ketadi bular deb. Yani to'g'ri qarash mushit tuzadi. Rasulullohning o'sha qarashi bo'lgan. Va ma zala al-qawmu fi akhdhin wa raddin. Shundan bu kengash qilayotganlar uni deb faqat har turli maslahatni qilib beqishdi deydi. Hatta qama Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, oxiri Rasululloh sollallohu alayhi vasallam juma namozidan keyin o'rnidan turib, fala bisa la'matahu, o'zining dubulg'a savatlarini kiydi deydi. Jang kiyimi, la'ma degan jang kiyimi. Dubulg'a savat deymiz-ku. Dubulg'a savat nima bo'ldi? Dubulg'a degan beshak kiydig'ini. Da tuminimni dubulg'a deymiz. Savat degan ya kiydig'ini. Shu darran deb. Dira degan mishan. Uyg'urchani biroq egallasan bo'ldi. Ona tilni yaxshi bilmasa bo'lmaydi. Shuna dubulg'a savatlarni kiydi. Ya ekan savatini kiydi deydi. Va tahayya lil qital. Jangga tayyorlandi. Faqala al-qawm ya Rasulullah. Shuna musulmonlarning sahobalar, ya Rasulullah, al-qawm deganda, chiqib ursa qoldi, bu da qani qiziq bo'lgan ashyolar demoqchi edi. Al-qawm. Ya Rasulullah, istakrahnaka va laysa lana zalik. Bizdan sizlarni majburlash haqqimiz yo'qdir, lekin shunlarni sizlarni majburlab qo'yapti, zo'rlab qo'yapti demak istakrahnaka. Ya'ni sizlar yoqtirmaydigan bir ishni qildi, maqsad bo'lgandek bunday ish bo'lib qopti. Fa in shi'ta faqat an khaliflar chiqmasa bo'ldi. Biz zo'rlagandek bunda bir ish bo'lmasin. Qo'raq degan gap bu. Yo'q, bu o'zlari aytmoqchi. Biz qanimiz qiziqlik qilib, sizlar chiqmayman deysizlarmi? Zodi chiqil deb turib, zo'rlagandek bir ish bo'lib qopti. Khaliflar chiqmaslar deb turib. Rasulullah na'rash kaylandir. Çünkü o'zidan qarashi to'g'ri topmagan chiqishni.
فقال القوم يا رسول الله استكرهناك وليس لنا ذلك فإن شئت فاقعد فيقول صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. Peygamber degan o'zining jang kiyimini dubulg'i saldan kiygandan keyin urush qilmay servasi bo'lmaydi. O'g'il degan bunda. Urush tayyordi. Urush tayyorlab bunasa servis o'tiramda. Peygamber degan urushib anda saladi keyin. Summa kharaja ar-rasul sallallohu alayhi vasallam fi 1000 min ashabi. Ular sahabildan 1000 kishilik qo'shinni elib jangga chiqdi. Ba'dan khallafa bil Madinati ibn Maktum. Ibn Maktumni amatiga imom bo'lib namoz o'qib berang deb o'zining o'rnini qo'yib imomatchilikka Rasululloh jangga chiqdi. Ya ummun nas fi as-salat namozda imomatchilik qilib bersin deb. Hatta idza kana al-jaysh bayna al-Madinati wa Uhud qo'shin ilgirlab Madinaga Uhudning orliqiga o'tirib olgan chaqda in khadala anhu Abdullah ibn Ubay ibn Salul bi thuluthin nas an-nas misal qo'shinning 3dan 1ni yaltaytib Abdullah ibn Ubay ibn Salul urushga mamay qaytib ketdi dedi. Khadala deganda yordam qilmay tashlab qo'ydi deymizga, in khadala degan yordam qilmay tashlab qo'ydi degan ma'no. Munafiqning beshimish. Abdullah ibn Ubay ibn Salul rasul munafiqin bi thuluthin nas aşı qo'shinning 3dan 1ni tashkillagan jangchilarni olib qoldi demoqchi. Shuni elib oxirga ketdi. Va hum Banu Salama min al-Khazraj. Ular bo'lsa, aşı Khazrajdan bo'lgan Banu Salama jamoati dedi. Ko'pincha shu qabilaga tava ekan. Va Banu Harisa min al-Aws. Ya'ni Awslardan Banu Harisa jamoati ekan. Bu ansarlar Aws va Khazrajda. O'sha ikki chon qabilaning ichiga ikki jamoatdan tarkib topgan 300 dak odam oxirga qaytdi dedi. Lekin shularni yani qaytmay qaytilganlim bor. Bironkimda bag'o an tafshala vallohu likum va alallohi falyatawakkalul mu'minun. An tafshala bishnu Al-Imronda. An tafshala vallohu likum va alallohi falyatawakkalul mu'minun. Al-Imronning bor shu Uhud g'azotning voqealigi. Mutaallilan nima ba'na ko'rsatdi bu Abdullah ibn Ubay ibn Salul bi anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qad ata'a ghayrahu wa atahu. Muhammad mening gapimni anglamay va boshqaning gapini olib ketdi. Mening gapim to'g'ri etdi deb chiqsaq yaxshi emas deb tartib qilib yurib 3dan 1 qismini tashkil qilgan jangchilarni asta yaltaytib Madinaga olib ketdi. Alaw kharaju fikum ma jadukum illa khabalar. Munafiq jangga chiqqan bo'lsin zoti, ammo foyda yo'qdir. Burun qaytib kelgan shu yaxshi bo'ldi. Jang yomon paytida balqay payg'ambar sallallohu Thumma qala law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Qur'onda duo, "Voy mayag'manglar" desa, "Nimish qaytib ketisizlar? Mana Uhud tarafga" desa, urush bo'lganligini biz bilgan bo'lsak, sizlar mana urush bo'lmaydi, urush yo'q bu yerda. Yakan demanda tegmadi. Urush bo'lmaydi shu hammaning o'zini shu odamga tutib bergandek manda. Ya urush yo'q shu hammaning halokatga mangandek bir ish bu. Yaraki urushdan bir ish biz mangibdi demoqchi. Alning ba'nasini aytdim. Ma nadri alama naqtul anfusana. O'zini bakaram nimish qilib turmas. Bilmaymiz. Alama nimaga degan. Nimaga o'zimizni mishadimda bilan tutib turmas. Ayyonat ixloyat. Walakin Abdullah ibn Amr Amr'dan, Abdullah ibn Amr ibn Haram. Bu shu Banu Salamadagi bir mu'min. Abdullah ibn Amr ibn Haram ittaba'ahum yaqul. Shuna ular Madinaga mangan ekan, uni oqidan berib ular debdi. Shu jamoatdan bo'lgan, Banu Salama jamoatidan. Shu urug' tuqqanlari jamoati bor. Ya qavm, ey xaloyiq, udakkirukumulloh. Yani sizlarga Allohni eslataman. Yodingizga Allohni sab qo'yay. Alla tukhzilu qawmakum va nabiyakum. Yani Allah'ın hak hurmati bilan Allah'ın shipi keltirib sizlardan so'rayman demoqchi bor. Zakkirukumulloh degan. Allah'ın shipi keltirib sizlardan so'raydiganim, iltimosim sizlar o'zingizning qavmini, yani shu ansarlarni va payg'ambarni yordamsizda tashlab qo'ymanglar. Nayim ketmanglar. Billa yordam qilib billa chiqinglar debdi. Walakinnahum wallahu anhum mudbirin. Lekin ular gapiga parvo qilmay ketaverdi. Wallahu degan ketdi. Mudbirin degan oqib ketaverdi. Fakana hada jala'an li sirrin kashafahu robbul ardi was samawat. Mana mushu Alloh subhanahu va taolo, ya'ni osmonlarning va zaminning egasi bo'lgan zot echib tashlagan sirning haqiqati edi. Jala degan uch qo'lishi. Va ya'lamallazina nafaqu. Demak, misol Alloh taoloning hikmati bor. Bu voqelik bo'lgandan keyin Alloh taolo munofiqni munofiq holatda o'tirib chiqadi.
Veli alamallarining nafaqu degan Alloh taolo munofiqlarni biladi. Lekin veli alamallarining nafaqu degan munofiqlarni bilish uchun degan emas, ay munofiqlarning ashunda munofiqlik o'tirga haqiqiy chiqish uchun degan. Wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillah. Abdullah ibn Amr ibn al-Haram dediga, "Kelinglar Alloh yo'lida jihad qilinglar" desa, yoki idfa'u o'zingizga mudofaa qilinglar desa, qalu law na'lamu qitalan lattabanakum. Munofiqlarda yo'q urush bo'lgandek bo'lsa biz agishtiq urush yo'q bu yerda. Urush bo'lmaydi. Yoki o'zimizning shunday o'zimiz supurishga iborat bu. Urush degan narsa yo'q demakchi. Shunda bana turadi. Hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman. Ular ash kunda shu gapni degan chaqda iymondan bakrak kufrga yaqin dedi. Undan burun da ko'rinishda iymonga yaqinroq ko'rinibdi, musulmonlar esa demak unda sinab qilishganga holatda musulmon musulmon shu namozga chiqibdi, Rasululloh atrofida yuribdi. Hammasi shu mu'minlarda ko'rinib ma'tuga, lekin mushkin kelgan chaqda haqiqiy mana kufr sababiga yaqinlam undalam ayrilib chiqdi dedi. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Ular dillarida bo'lmagan narsani og'zida deydi. Urushga qatnashdik, u buni qildirganmiz baka. Vallohu a'lamu bima yaktumun. Alloh taolo ular dilida yoshiganni, sidq chiqarmaganni o'zim biladi. Allazina qalu li ikhwanihim waqa'adu. Mush munofiqlar o'zi jangga chiqmay qaytib ketdi. Nima o'tiroldi degan gap. O'tirib anda jangga mangan boshqa tuqqanlar bo'lishi, urug' tuqqan bo'lishi mumkin. Yoki boshqa munofiqlar jangga ya o'ljalarimiz ya qo'rqinchoq kendimisin deb chiqqan bo'lishi mumkin. Ya munofiq qarindoshlarga yoki o'zining jamoatida urug' tuqqan bo'lgan mu'min qarindoshlarga bunda degan deydi. Shular haqida ikhvonim degan, shular haqida bunda degan. Law ata'una ma qutilu. Demak, janglar nima qilib bo'lgan chaqda bizning gapimizga chirib, biz bilan qaytib ketgan bo'lsa o'ltirilmaydi ular. Demak, bunlar tuqqanlari haqiqiy mu'min tuqqanlar bo'lishi mumkin, bular jang shayto'g'an bo'lishi mumkin. Yoki o'zga o'xshash munofiqlar, ya bizlarni qo'rqinchoq kelib qolmasin yoki o'ljalamiz deb jangga qatnashib o'lgan bo'lishi mumkin. Shular haqida falanaxum jangda o'lib ketdi mana. Baka bizlar buni qaytgan bo'lsa gapimizga chirib o'lmaydi deyishgan dedi. Bunda deyishgan, "Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin." Aytqinki, agar sizlar rasul bo'lib qolsanglar, o'zingizdan o'limni bir mudofaa qilinglar, o'zingizni o'limdan bir saqlab qolinglar. O'lmay tura olasiz ekan. Aynama takunu yudrikumul maut wa law kuntum fi burujin mushayyada. Nada bo'lsanglar o'lsa. Rivoyat qilishicha, shu chirkatganlardan shu Uhud g'azoti bo'lgan chaqda 70 o'lib turishgan. Endi aziz rivoyat bo'lishi mumkin unda. Bir nima bor. Tasdiq nasibida shunday. Va madar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hatta nazala ash-sha'ba min Uhud. Shuna Rasululloh mingiladi, ya'ni 300 dak kishi qaytib chiqatma, 700 dak kishilar mangdi deydi. Oxiri Uhudga shu tog' bag'ridagi yo'lga tushdi deydi. Sha'b degan tog' bag'ridagi yo'l, ikki tog'ning oraliqidagi yo'l degan bo'ldi. Ajilga yaqin. Fi adwatil wadi ila al-jabal. Tog' masalan, jilg'imda tutashga yaqin bo'lsa, do'ngrak qildi-ku. Adva degan menda do'ngrak deydi. Masalan, ikki tog' bo'lsa, o'tirganda tuzlanib jilg'olamda, jilg'am. Ha? Ana bu tuzlanib jilg'im tog'ga yaqin ya, bu yerda bunda egizak do'ngrak qildi bunda raqamda. Ha? Bunda do'ngyan demak. Tog'ning to'yindagi egizak, jilg'ining egizak yeri degan bo'ldi. Antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa war rakbu asfala minkum. Demak, mushrining bir ang chetamdi bu. Ya'ni shu vadining taqutashqa yeri, maqirqiga, avla ajraq qirqiga degandir. Demak, shu taqqa oxiri qilib bargah qurib turdi Rasululloh. Thumma ja'ala zahrahu mana va askarahu ila al-jabal. Oq tarafini va uning bargahini shu taq tarafga qildi deydi. Ya'ni taqni oqiga tabiiy sekam qilib aylanib qo'ydi. وقال لا يقاتلن أحد منكم حتى نأمره بالقتال. Biz urushga buyruq qilmoqchi ekan urush qilmay turishlar inshaalloh. Shavashda farmon tushdi. Va ta'abba Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qital. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jangga tayyorlandi. Va huwa fi 700 rajulin. 700 jangchi batda qo'shinda dedi. Va ta'abbat Qurayshun. Quraysh jangga tayyorlandi. Va hum 3000 rajul. 3000 kishilik qo'shin ekan bular. Va ma'hum 100 faris. 200 at jangchi ekan. Ja'ilina ala maymanatil khayl Khalid ibn al-Walid. Khayl degan at qo'shinning o'ng qanotga Khalid ibn Walidni qo'mondan qildi.
وعلى ميسرتها sol qanotqa Ikrima ibn Abi Jahl. Qamar Rasul sallallohu alayhi vasallam mumsikan sayfa. Sizniki mumsikanmi? Mumkisan. Mumsikan sayfa deyiladi. Bir shamshanni tutquncha Rasulullah nutq so'zladi deydi. Faqala man ya'khudhu hadha as-sayfa bihaqqi. Mush shamsharni bizning haqqini ado qilib kim ishlatadi? Faqala Abu Dujana va ma haqqu ya Rasulullah. Uning haqqi nima? deb so'radi. Qala an tadriba bihi al-aduwa hatta yanhani. Mush shamshar sunib egilib, qayrilib ketgan qadar dushmanni shunlar chapsang, yanhani degan bunda egildi degan. Dushmanni shu shamshar qayrilib ketguncha, sunib ketguncha chapsang, shu haqqi shu. Haqqini ado qila olsang, olasan shamsharni. Qala ana akhudhu ya Rasulullah. Shunlar men olaman bu shamsharni debdi Abu Dujana. Men haqqini ado qilib va ishiltama. Fa'atahu iyya. Rasulullah o'zining shamsharini berdi. Nima? Falamma akhra as-sayfa min yadir Rasul sallallohu alayhi vasallam, Rasulullohning qo'lidan shamsharni olgan ekan, akhraja usabatan lahu fa'asaba biha ra'sa. Usaba degan unda biznasini tanıdigan bir qo'l yog'liqlaridek biznasi. Biznasi chigadigan bo'lsa, balvoqdek biznasini usaba deymiz. Yoki beshini chigadigan qo'l yog'liqdek biznasi. Ayında bir yog'liqni chiqarib, beshini tanıdi. Ya'ni bunda chigibdi beshiga. وجعل يتبختر بين الصفين. Şolar musulmonlar sepining saprasi bo'lgan chog'im. Ikki sapning o'tirdi bunda ko'ranglab mangda qarashini o'qib. Bunda cho'ngchilik bilan ko'ranglab mangda edi. Faqala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hinma ra'ahu Rasululloh uni ko'rgan chog'da nimda innaha lamishiyatun yubghiduha Allahu illa fi mithli hadal mawt. Mushi shaklda manash Alloh taolo uch ko'rdigan, yomon ko'rdigan manash bu. Takabburlikni Alloh taolo uch ko'rdigan. Innalloha la yuhibbu man kana muxtalan fakhura. Alloh taolo uch ko'rdigan manash bu. Lekin mush o'rindan uch ko'rmaydi. Chunki bu dushmanga manda bir o'zini jalliq ko'rsatib, ayb qilish iborat bo'lgan ekan, mayli dedi. Wa hada Abu Sufyan yataqaddamu ila ashabil liwa min bani Abduddar. Bani Abduddar Musab ibn Umayrning jamoati bular. Makkalikka Qurayshliklarningki to'q alamni ko'targan jamoat. Alamdarlarni bular. Shunda Abu Sufyan shu to'q alam ko'targan jamoatning qishib badi deydi. Yuharriduhum alal qital. Bundan da jangina aytamda qiziqtirib, kuydab nima qilmoqchi. Yaqulu ya bani Abduddar. Bu dabta bani Abduddar jamoati innakum qad wullitum liwana yawm Badr. Sizlarga Badr kuni bizning tug'imiz tutqizilgan. Fa asabana ma qad ra'aytum. Shunlar beshimizga sizlar ko'rgan shu ko'gliklar keldi. Endi qabih yengil ketdi. Va innama yu'tan nasu min qibli rayatihim idza zalat zalu. Qo'shin degan tug' alamga qarab yengil ketgan ish bo'ldi. Tug' shunda tukasalam qo'shinmi tug'ishib ketdi. Çünkü urushayotgan chaqda tuqqa qarab urishgan gap. To'g'ri masalan bir xil ishorat qilsa hujum o'tadi. To'g'ri biz qanda da nima qilsa to'xtang degan bo'ldimiz. Yoki chekin degan nima bo'ldi. Undan to'g'ri tutqalim o'tirib yoki tushkaslar bu qo'shin yengib ketib qoldi. Nima yengish tuqqa bak munosabatlik. Fa imman takfuna liwana. Ya bizning tuq majlisda bizni xotirjam qilasizlar. Jan jahlimiz bilan tuqni ching tutimiz unda xotirjam bo'l deysizlar. Va imman tuqallu baynana va baynahu. Yoki tuqni asab bizga topshirib bersizlar. Siz tuqida lashga loyiq qilinmay qolsa bizga beranglar. Fanakfikahu biz uning o'zidan chiqamiz demoqchi. Fahammu bihi va tawa'aduhu. Shundan uni tasqabdi urib bizni qanday qiladi. Ya'ni bizni nima ko'ratsa, tuqni ko'tarmaydigan odamni kimmas demoqchi. Demak bu Abu Sufyan ustilik siltab, alni ashimizdan qo'zg'atib, qattiq ching turishga hozir alni tayyorlab qo'ydi. Ve teva'aduhu ve qalu. Ona tahdisirib ular Abu Sufyan'a debdi. Nahnu nusallimu ilayka libana. Biz sana tuğunu topshiramiz deganmiz. Sata'lamu gadan idal taqayna kayfa nasna. Erta dushmanlar uchrashgan chaqda jangda bizning qanday qilganligimizni ko'rsa. Ve hadi Hind bint Utba fi nisbati allati ihtashadna ma'aha. Bir guruh ayollardan toplashib Hind bint Utba shu mushriklarni jangga targ'ib qildilar. Akhadna ad-dufufa yadribna biha khalf ar-rijal. Erlarni aqtirib dabcha o'tiribdi ular. Qo'shiqda aytib, muharridatun 'ala al-qital. Jangga qiziqtirib, kuch ko'rsatib, qo'shiqni aytib, iltahamatul mawqi'a. Ve shu jang hozir rasmiy boshlanib, giralishib ketdi. Ikki saf endi bir-biriga kirishib ketdi.
Vesta'arra al-qital. Ista'arra degan ishtadda degan ma'noda. Shiddat qilib ketdi. Va hamiyatul harb. Jang qizdi deymiz. Taza qizib ketdi. Va Abu Dujana yuqatilu bi sayfir Rasul sallallohu alayhi vasallam. Abu Dujana Rasulullohning bergan Rasulullohning shamshiri bilan urushmoqda. Va baynama huwa fi kifahihi va jaladihi, u ashunda kurash qilib, urushib, chipshib qilayotgan chog'ida, jalad deganmi ikki taraf bir-birlari. Jab degan daruriy shaymiz-ku. U bizning sabab, bu bizning sabab bunda ilishayotgan chog'da, "Iza bi insanin yuharridun nas." To'satdan bir insonni kirib qoldi. Iza degan faj'atan, fujaiya deymiz. To'satdan ushtum tot bir odamni kirib qoldi. Yuharridun nas. Bu kafirlar nas yemshada kafirlar qo'shinni, kafir jansilarni jangga kuch kiritayotgan. Wa yadfa'uhum daf'an shadidan ila qital muslimin. Ularni musulmonlar urushga qattiq aqdan ittirayotgandek. Endi ayollar u jangda biroz gapni qilib qo'ysa, erlar o'zining nochiligini ko'rsatish qattiq urush kirdi. Salamda aqdira qilib qolgandim bizni islimi xotin kishi bor, manslar desa yurib chaqidamdi. Ro'mlimni biraymiya deb qo'ysa bo'ldi. Fasamadalahu Abu Dujana. Shona Abu Dujana uningga taqobil turdi dedi. G'achni oldin to'satlam o'tdamak yo'lda demoqchi. Hatta idza hamala as-sayfa fasallahu ala ra'si. Shona shamsharni ko'tarib, shu insonningki kallasini chapmoqchi bo'ldi. Chapayda shunda shiltishiga valvala vantahab. Ashu inson, ashu kafirlarni kuch kiritayotgan inson tashviq qilayotgani valvala degan yo voydi voy qanday qilay degandek. Valvala degan Alloh voyay deymiz-ku, anda da to'lab ketdi. Ya vayli degandek gapni qilsa valvala deymiz. Vantahab, intahab degan ullik jig'lidi. Va dajja degan to'lidi, vaqirdi, chiqirdi, va sahiba degan ullik vaqirab, karkirab to'lganni sahib. Demak, shunda holatda ayol kishi shu kallasi chepilg'il qilib qo'ysa, qanday qilsa, shunda qilibdi bu. Faida hiya Hind bint Utba. Shunlar bu ovozda, shunlar nimasiga obdan diqqat qilib qarasa, bu shu Abu Sufyan alayhi Hind bint Utba ayol kishi ekan. U jangdamda ya qanday kiyingan bo'lsa, taqdirmay, shunlarda rasmiy chapayda shundan, voyjon voyay deb to'lgan ekan. Hayron qilib qarasa, ovozi bunda ayol kishining chiqqaniga bu nimaga deb qarasa, bu Abu Sufyanning xotini ekan. Fa akrama Abu Dujanata sayfar Rasul sallallohu alayhi vasallam an yadriba bihim ra'a. Shunlar Rasulullohning shamshirni bir xotin kishining qani bilan bulg'ashga ko'ngil tortmay, Rasulullohning shamshirini izzatini qilib, uni o'ttamay tashlatdi. Asli o'tirasi bo'ldi. Shu jangga shu biraz qatnashganda ekan. Urush qatnashganda ayollarni o'tirasi bo'ldi. Lekin Rasulullohning shamshiri o'zining shamshiri balki o'tiribdi. Rasulullohning shamshiri ekan, Rasulullohga loyiq bir manda bir axloqli bo'lay deb Rasulullohning shamshiri bir ayol shuni o'ltiribdi degandek gapimizda uni o'ttamay tashlab qo'ydi dedi. Va hada Vahshi al-Habashi. Mana bu Habashalik Vahshi. Yatahayyan al-Fras. Fursat izlayotdi dedi. Payt kutayotdi degan ma'no. Yatahayyan. Hayn degan payt. Liyanfuza ila qatl Hamza. Hamza o'tirishga bir yo'l izlash uchun dedi. Yanfuz yani kama izlab yo'l izlagandek. Hatta yu'taqa. Yani azotlab ketaman, buni o'tasam deb, ashun bir amalni qilish uchun fursat izlayotdi. Fa idza bihi yarahu sa'ihan kal jamal al-awraq. Shunda qarasa Hamzani ko'rib qopti bu. Bu jangdandan uni bilan tutgan malamanchilik bu ashu nimani izlaydimdi. Bu birisi bilan tutishyapti, bu birisi bilan tutib, bu diqqat qilib astan shu Hamzaning peyiga tushdi. Hamzani ko'rib qopti bu yerda. Bu Hamza oldiga kelgan kafirni chip munda yenjib o'tirib munda ketayotgan alchipa tugidek to'lig'incha urushayotdi ekan. Qattiqlik ayoldan kelar deb shu chepib munda kafirning ilibini urib surtoqay qilayotgan vaqtga. Endi bu Hamzada bunda bir palvonlar oldiga shunda kelib qolsa 50-60 chep-chep munda ketavergan odamlar bu. Ko'rib qopti. Jamal Awraq degan alchipa. Qora rangniki. Fayaqdum alayhi Vahshi. Shunlar Vahshining oldiga bordi dedi. Yani yaqinroq bordi. Fayat'anuhu bihirbatihi. Neyzi bilan bu neyza bunda atilgan neyzayla. Bu neyza qisqa margan anda ekan. Ashuni bilan atdi dedi. Neyzni etib neyz tiqlatdi. Bu neyz tiqqani oldiga borib bir bunda ko'rib atqashi, bunda bir tashning oxirini mukab turib, yaqin kelgan g'ash qo'plam bundan atgan. Son bu neyza shu kindikining sal ostiga shu yerdan kirib dumbisdan chiqdi ekan.
ketgan ekan, bu neyzini atgan ma vahshini ko'rib, vahshini o'ttirib deb bir ikki qadam ilib, ondan mag'duslanib yiqilib tushdi. Fayakhirru sari'an shahidan fi sabilillah. Shundan Allah yo'lida shahid bo'lib yiqilib tushdi. Qara degan pastga yiqildi degan. Sari'an degan yatdi. Yani yiqilib tushdi demoqchi. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.